USML darslari yaxshi bo'lyapti. Har bir fan yuzasidan o'sha mutaxassisligimiz bo'yicha turli xil ma'lumotlar, yangi ma'lumotlar kiritilgan ekan. Bizga o'sha katta kurslar buni kiritishdi, chet elga chiqish uchun. Xudo xolasa biz ham niyatlarimiz bor, magistraturamizda chet elga o'qish uchun. Buning uchun shu USML darslarini yaxshilab o'rganib, biz ham keyingi katta kurslarga o'xshab, biz ham yangiliklar kiritishni xohlaymiz. Yaxshi, bizga juda foydali ma'lumotlar bo'lyapti. O'sha ertalab 8 da kelyapmiz. 8 dan 8:30, 8:40 gacha bo'lyapti. O'zimiz uchun foydali ma'lumotlarni olyapmiz. Hozirgi kundagi USML darslarimizda o'sha Amerikan programmalari, o'shalarning darsliklarini qaysi ma'noda bizni institutimizga juda katta yangilik bo'ldi. Bilmaganlarimizni o'sha katta professorlar tomonidan bizga tarjima qilinib, video darsliklar qilinib taqdim etilib kelmoqda. Bizga bu juda qulayliklar va yana o'sha bilmaganlarimizni yanada qiziqarli tarzda shu videolar, tushuntirishlar orqali, USML darsliklar orqali juda ko'p bilimlarni o'rganyapmiz. Bizga qaysidir ma'noda bilimimizni yanada oshirish, nima deydi, amaliy jarayonlarda, boshqa jarayonlarda ishlarimizni olib borishimizga yanada ish faoliyatimiz jarayonida ham juda katta rol o'ynaydi deb hisoblayman. USML hozir o'sha Amerika sistemasi bo'yicha ma'lumotlar bo'lyapti. Bunda bizni oddiy anatomiyadan, ya'ni SSRdan qolgan anatomiya bilan birgalikda klinika bilan bog'lash, ya'ni o'shani tushunish osonlashyapti. Oldingi eski tizim bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, biz masalan anatomiya, fiziologiya bir 10-15 ta fanni o'tib turib, keyin klinikaga bog'laydigan bo'lsak, hozir USML sistemida bir yo'li klinika bilan bog'lash oson bo'lyapti va har bitta fanni klinika bilan bog'langanda bizga fantaziyani kuchaytirishga, ya'ni kasallikni tezroq davolashga yordam beryapti. Juda ham foydali darslar bo'lyapti biz uchun, unumli. Vaqtlarimizni bekor o'tkazmaslik uchun bizga qo'shimcha video darslar tashlab berilyapti. Barchasi unumli. Xudo xolasa yaxshi natijalarga erishamiz. Amerikani tibbiyotga oid o'qitish tizimini o'zimizga oid bo'lgan bilimlarni tarjima qilingan holatda foydali ma'lumotlarni o'zimiz uchun o'rganyapmiz. Shu tomonlama foydali bo'lyapti bizga. USML darslari bizga yoqyapti. Ko'p narsalar, foydali narsalar o'rganyapmiz. Biz Yevropaskiy gruppa bo'lganimiz uchun rus tilida bo'lsa undan-da yaxshi bo'lardi. Amerika USML dasturi bizning institutimiz tomonidan mutaxassislar tomonidan tarjima qilingan, bizga boshqa institutlarda yo'qligi bilan bizga juda manfaatli kelyapti hamda bilim olishimizda, rivojlanishimizda bizda juda muhim turtki vazifasini bajaryapti. И это что-то новое, конечно. Очень классно, что с английского перевели на узбекский. Нам стало более легче, изучаем каждый день книги. И я думаю, это очень пригодится для нас. Также это открывает большие возможности для нас, нашего будущего. Спасибо. Yaxshi bo'lyapti. USMLda ingliz tilidan tarjima qilingan, ya'ni kerakli ma'lumotlar berib o'tilyapti. Ya'ni o'zimizda anatomiya, masalan, anatomiyadan bo'lsa, anatomiyaga qo'shimcha ma'lumotlarni o'rganib ketyapmiz. Institutda USML darslar yaxshi o'tyapti. O'zimizga mutaxassisligimizga oid narsalarni o'zlashtiryapmiz. Biz ham shu kelajakda chet elga chiqish niyatlar bor. Katta kurslarga o'xshab yangiliklar kiritishda harakatdamiz. Yaxshi, samarali. Shu ingliz tilidagi darslar tarjima qilinib bizga o'tilyapti hozirda. Juda ham samarali, foydali bo'lyapti. Zo'r bo'lyapti. Shu USMLda o'tilayotgan darslarni, shu klinikada amaliyot o'tilayotgan darslarni birgalikda qo'shib, bizni opitimiz oshirilib, shu kelajakda yaxshi doktor bo'lib, jamiyatga foydamiz tegib, Xudo xolasa. Anatomiya, fiziologiya, barcha fanlarni kompleks qilib o'rganyapmiz. Asosan ularni o'sha ham biokimyo, ham farmakologik yo'llari orqali o'rganyapmiz. USML darslarda ham ingliz tili, ham o'zbek tiliga tarjima qilingani bu qulay, ham asosan tushuntirilishi ham qulay bo'lyapti. Buni ingliz tilini bilgan odam yaxshi o'rganib keta oladi. Yangicha darslar juda qulay, tushunarli qilib tarjima qilishib, bizga yaxshi yetkazib berishyapti. Hozir O'zbekistonda uncha anaqa bo'lmagan narsalar ularda yaxshi tushuntirib berilgan. USMLda o'sha gistologiya, embriologiya shularda suyaklarning tuzilishini bizga ingliz tilida, keyin bizga notanish bo'lgan terminlarni qo'shib bizga dars o'tishyapti. Yaxshi, zo'r, hozircha zo'r ketyapti, o'rganishimiz yaxshi.
USML darslari yaxshi bo'lyapti. Har kuni ertalab kelyapmiz. Boshqa oliygohlardan farqli ravishda bizni ya'ni Farg'ona jamoat salomatligi instituti USML darslarini bizga qo'yib berishyapti va bu bizning mutaxassisligimiz uchun juda ham foydali bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. Ingliz tilida bo'lyapti. Ham ingliz tilidan o'rganib boryapmiz. Keyin yetmagan ma'lumotlarni o'shanda o'rganyapmiz, qo'shimcha ma'lumotlar. Shu faqat foyda bo'lyapti. O'tishlari, ovozi, hamma yo'g'i, tarjimalari yaxshi, qulay, tushunarli. USML darslari bizni katta kurs o'quvchilarimiz tarjima qilishgan, ya'ni chet elda o'qish uchun maxsus kichkina kurslarda kelajagini o'ylab, chet el fanlarini o'zlashtirish maqsadida tarjima qilishdi. Biz ham katta kurslarga o'xshab chet elda o'qish niyatimiz bor. Shunga o'xshab USML ga kelib qatnashib yuribmiz.